Biz dastur yaratar ekanmiz, qandaydir usul bilan foydalanuvchi ma'lumotlarni olishimiz kerak. Bunda foydalanuvchi qandaydir yo'l bilan o'z ma'lumotlarini dasturimizga kirgizishi va o'sha ma'lumotlarni qayta ishlagan holda dasturimiz qandaydir natija qaytarishi kerak bo'ladi. Pythonda foydalanuvchi ma'lumotlarini olishning asosiy 3 ta turi mavjud. Bu birinchisi to'g'ridan-to'g'ri foydalanuvchi o'z ma'lumotlarini bizga kiritib beradi. Ikkinchisi lokal fayllar orqali, bunda turli xil formatdagi faylni yuklashi orqali amalga oshiriladi. Uchinchisi esa biz internet orqali foydalanuvchilardan ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Tasavvur qiling, biz shaxsiy xarajatlarni kuzatish uchun dastur ishlab chiqyapmiz va ushbu dasturda foydalanuvchi o'zini xarajatlar nomini, ya'ni nimaga xarajat qilganini va qancha xarajat qilganini kiritishi kerak. Har bir foydalanuvchida xarajatlar va ularning summalari har xil bo'ladi. Buni esa individual foydalanuvchini o'zi kirgizishi kerak bo'ladi. Bu holatda foydalanuvchidan ma'lumotlarni olishning eng oson usuli bu input orqali amalga oshiriladi. Input funksiyasi quyidagicha yoziladi. Agar siz hozir bu input funksiyasini yozib, skriptni ishga tushirsangiz, Python operatori shu joyda to'xtaydi va sizda bo'sh joy qoldiradi va klaviaturada agar ekranga yozsangiz, terminalda o'sha yozuv yoziladi. Enterni bosish orqali esa keyingi bosqichga o'tiladi. Agar keyingi bosqichda siz kodingiz davom etgan bo'lsa, o'sha kod bajariladi. Etmagan bo'lsa, dastur shu joyida to'xtaydi. Biz input funksiyasi ichiga qandaydir matn berib yuborishimiz mumkin. Bu input funksiyasi ichidagi matnga qarab foydalanuvchi nima kirgizish kerakligini, dastur undan nimani so'rayotganligini bilishi mumkin. Biz foydalanuvchi kiritgan ma'lumotni saqlashimiz uchun uni o'zgaruvchiga tenglashtirishimiz kerak. Kod misolida esa u quyidagicha bo'ladi. O'zgaruvchi nomi teng input va inputga nima kiritilishi kerakligi haqida ma'lumot. Keyinchalik biz bu o'zgaruvchidan foydalanib, shu ma'lumotni qayta ishlashimiz mumkin bo'ladi. Input funksiyasida siz bilishingiz kerak bo'lgan bir muhim narsa bor. Input har doim satr qaytaradi. Ya'ni inputning ichiga nima kirgizilsa ham, foydalanuvchi nima yozsa ham, bu string typeida deb qabul qilinadi. Hattoki u son yozsa ham, bu string typeida deb qabul qilinadi dasturda. Ammo siz quyidagicha ko'rinishda uni o'zingizga kerak bo'ladigan ma'lumot turiga o'girishingiz mumkin. Misol uchun, bizga 32 raqami kiritildi. Bu inputda string tipida deb qabul qilinadi, ya'ni matn deb qabul qilinadi. Ammo siz uni quyidagicha ko'rinishda integer typega o'tkazib olishingiz mumkin. Biz fayllardan ham ma'lumotlarni o'qishimiz mumkin. Fayllar deganda bu PDF fayllari, rasm fayllari, CSV elektron jadvali kabi Excel fayllar yoki shunchaki oddiy matn fayli ham bo'lishi mumkin. Biz fayllar bilan ishlash uchun open funksiyasidan foydalanamiz. Fayllardan ma'lumotlarni o'qish sintaksi esa quyidagicha bo'ladi. Bu yerda with kalit so'zi bilan boshlaymiz. Siz fayllarni ochganingizda albatta unga murojaat qilib bo'lgandan keyin faylni yopishingizga to'g'ri keladi. Agar faylni yopishni unutib qo'ysangiz, bu keyinchalik turli xil xatoliklarga yoki muammolarga olib kelishi mumkin. Bunday holatlarni oldini olish uchun with kalit so'zi ishlatiladi. Ya'ni u context manager deb nomlangan narsani yaratadi va avtomatik ravishda faylga murojaat qilib bo'lganingizdan keyin o'zi faylni yopadi. Sintaksga qaytadigan bo'lsak, with open funksiyasini yozamiz va open funksiyasi ichida birinchi biz murojaat qilayotgan fayl yoziladi. Undan so'ng biz R harfini yozamiz. Bu inglizcha readni, ya'ni o'qish degan ma'noni anglatadi va qavs yopiladi. As f deb yozilishining sababi esa biz murojaat qilayotgan faylni keyinchalik ishlatayotganimizda shu nom bilan murojaat qilishimiz mumkin. Keyin qandaydir o'zgaruvchi yaratamiz va f.read, ya'ni faylimiz read, faylni o'qi degan ma'noni anglatadi. Bu holatda fayldagi barcha ma'lumotlar o'qib olinadi va o'zgaruvchiga saqlanadi. Keyinchalik biz o'zgaruvchiga murojaat qilganimizda fayldagi barcha narsa o'sha o'zgaruvchida saqlangan bo'ladi. Biz nafaqat faylni o'qishimiz, balki faylga biror narsani yozishimiz ham mumkin. Bu ham open funksiyasi orqali amalga oshiriladi. Sintaks deyarli bir xil, faqat bu yerda write funksiyasi farq qiladi. Ya'ni with open biz murojaat qilmoqchi bo'lgan fayl nomi, so'ngra qo'sh tirnoq ichida w yoziladi. Bu write, ya'ni yozish ma'nosini anglatadi. Keyin pastdan f write funksiyasi
uni ichiga faylga yozmoqchi bo'lgan matnimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda Python orqali boshqa ilovalar bilan aloqa qilishning eng foydali usuli bu internet orqali bog'lanish hisoblanadi. Bu aloqani amalga oshirish uchun ko'plab usullar mavjud, ammo eng keng tarqalgan usul bu REST API'lar bilan amalga oshiriladi. Siz REST API'lar orqali xabar yuborishingiz va qandaydir javoblarni qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu HTTP'da amalga oshadi. Hozirda siz REST API nimaligi va qanday ishlashi haqida chuqur bilimga ega bo'lishingiz shart emas. Shunchaki REST API'lar, ya'ni internet orqali ham Pythonda ma'lumotlar almashish mumkinligi, ma'lumotlarni olish mumkinligini bilsangiz kifoya. Misol sifatida mening profilim haqidagi ma'lumotni olish uchun GitHub foydalanuvchi API'sidan foydalanishni ko'rsatishim mumkin. Agar sizda ham GitHub profili bo'lsa, ushbu endpoint qismiga o'zingizning foydalanuvchi nomingizni o'zgartirish orqali siz ham o'z ma'lumotlaringizni olishingiz mumkin bo'ladi.